Tojikiston Bapeshda yuradigan tojikistonlik birodarlarimiz uchun ushbu video. Qarang, siz Rossiya hududidasiz. Kirdi-chiqdi xizmatdan foydalanishingiz kerak. Ayni damda sir emas, Tojikiston fuqarolarini chegaralarda nizashto 2 kun, 3 kunlab ushlab turmoqda. Biz sizlarga bir kunda 24 soat davomida granitsa, ya'ni zayiz xizmatini taklif qilamiz. Mashinada emas, samolyotda do'stlar 24 soat davomida siz granitsa qilib kelasiz, ya'ni migratsion kartangizni muddatini yangilab kelsangiz bo'ladi. Agarda qiziq bo'lsa, narxlari 15,000 rubldan boshlanadi. 15,000 rubl ichiga nimalar kiradi? Tuda obratno samolyotda bordi keldingiz. Undan tashqari yana o'zimizning shaxsiy shoferlarimiz kutib olib, sizni granitsadan o'tkazib qaytib kelish xizmati. Xullas, siz hech qanaqa rasod qilmaysiz. Mana shu 15,000 rubl ichida bir kunda granitsa xizmatidan bemalol foydalansangiz bo'ladi albatta. Agar qiziq bo'lsa, +7 921 762 25 00 raqamlariga WhatsApp, Telegram hamda Max tarmoqlaridan murojaat qilasizlar. Ma'assalom.